mana 80 yoshingizda farzandli bo'libsiz-a? Albatta, ismini ham 80voy qo'yganman. O'limga atab, jo'ralariga atab, mana shu to'yiga Amazon o'rmonlaridan King Kongni chaqirganman. Demak, davramiz markaziga King Kongni taklif etamiz. Gulras qarsagiylar. 48 gradus issiqda atalan chiqib qolmasa bo'ldi. Bu hali hammasi emas, to'y bolamizning otasida yana sovg'alari bor ekan. O'limi jo'ralariga oyishidan Poppy Pop olib keldi. Poppy Pop rostdan zo'r ekan-a? Mazaligini qara, 7 yoshdan 70 yoshgacha ketaveradi. Alo. Ali aka, boyvachchadan suvchilik keldi. Tezroq harakat qilmasangiz uydagilar rozilik berib yuborishadi. Hozir yetib boraman. Ano maymun qayga ketdi? Pulini ham bermodim. Ha, bo'pti, yuringlar Poppy Pop yeymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ama attiri ko'rsang bo'ladimi buni? Chiqaraman buni. Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demaxotga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yuqor qo'ygan.